tilaklaringizni ayting. Mirislom polvon buyuklikni hisobiga reytingda birinchilikda ketyapsiz. Ko'tarib berish bo'yicha. Ko'tarib berish bo'yichami? Ha, takani yerdan ko'tarish bo'yicha. Solish bo'yicha-ku. Ha, solish bo'yichami? Marraga solish bo'yicha bo'lsan, ko'tarib yuraverib, onasining esa sahna ortida qolib ketdik aka. Nechinchi yil aka ko'pchilikka qiziq? 2000-yilda Parkent nomlanak Mirislom polvon 2000-yil. Necha yil bo'ldi ko'pkariga kirib kelganingizga? 5-6 yil. Birinchi ustozingiz kim sizni? Birinchi ustozim Mirmahmud aka. Mirmahmud aka. Keyin hozirda Dilmurod aka bor, Begobod. Dilmurod aka Begobod. Mashallah. Aka, omad oxirlariga solish nasib qilsin. Pahlavon polvonni bilasizlar, qachondan chiqqanini. Rustam polvon shogirdi, pahlavon polvon. Rustami doston. O'zbekistonni olganda sirasi egarga o'tirgan. akalar, Xudo xolisa Tojikistonda qolgan polvonlarimizni ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana-ku. Reytingdagi yana bittasi Abror polvon. Lekin Tojikistonda ko'pchilik taniydi bu polvonni. O'zimizda ham endi mana hozir solishni boshlayapti. Tinchku, qanday o'zingiz? Charchamayapsizmi? Omad. Omad, polvon omad. Ha, Rahimberdi polvonga tinmay ko'taryapti.